Yaxshimisilar do'stlar? Men sizlarning yuz tuvan g'ijiljon do'stinglar yonidaman. Bugun sizlarga so'zlaydigan hikoyamiz bo'lsa, o'zi sirtqa hujumga chiqib ketib, uydagi varatog'i boshqalarning to'p urib o'tganligi to'g'risidagi bir tragediyami yo komediyami bilmadim. Aytavri ish qilib siydigan yeri yo'q bir kino. Kinorimiz oldingi asrning 60-yillarini orqa ko'rinish qilgan bo'lib, mana bu qoshburut o'ttir yosh chiroy kelgan formulari intayin yarashgan muavin kapitanning ismi Rustam edi. Mana bugun Rustam vazifasini oldin tamomlab, asldagi plandan 10 kun burun yurtiga qaytib keladigan bo'lib qoldi. Rustamning intayin chiroyli, yeshik kichik, xuddi g'unchidek ichilib turgan bir so'ygini bo'lib, uning ismi Shamsiya edi. Alohida eskartish. Bu ismni men o'zim qo'yib olmadim. Kinodagi ismi Dal Shamsiya ekan. Okay, Rustam ayni vaqtda so'ygini bilan bir so'rinda tanishgan bo'lib, u bu qizni birni ko'rib oshiq bo'lib qoladi. Hamda mangu mush qiz bilan atdiganlik nashtini birga yegisi keladi. Rustam qarmoqi groy tonkay bo'lgani bilan amaliyotda intayin langman bir yigit edi. Yoz kunlari Shamsiyani ilib sayohatga chiqsa, qish kunlari xalqning mashinasining ustidagi qarg'a I love you deb siyib qo'yib, muhabbatini izhor qilibdi. Bu muhabbatning purg'i sal eg'ir edi. Mana bugun uyga qaytadigan vaqtlar oz qoldi. Rustam uyga qaytib so'ygini bilan ko'rishgandan keyin har xil ko'rinishlarni ko'z oldiga akilib, baxtga cho'mib kulib ketdi. Rustam so'ygini eng omroq piyoz guldan ishkini ilib uyga qaytib keladi. Lekin so'ygini uyda yo'q edi. Tomdagi yeshil ranglardan hech nimani his qila olmagan bu sodda bola so'yginni do'stining uyiga ketgan o'xshaydi deb, uning go'yimisiga telefon qiladi. Yaxshimi? Men Rustam. Vay Rusi, yaxshimi? Shamsiya iningizmi? Ayyan, nimdaydigansiz, Shamsi kammidi? Xalqlarning ismini qisqartib chaqirishga omroq bo'lgan bu davban o'may chiroy xotinning ismi Priti bo'lib, xalqlar uni akiltib Piti deb chaqirdi. Bu Pitidan qoyil qilarlik javobga erisholmagan Rustam uy ichidan bir dasta gulni bayqaydi. Hamda uning ustida "Jinim, sizni saqlayman" vi degan xatni ko'rib qoladi. O'ziga qattiq tasalli tepishga usta bu yigit, bu gulni cho'qim yaqinda so'ygunimni og'rib qoldi deb boshqalar sovg'a qilib akelgan chig'i debla bizni saqlayman degan yeri haqacan do'stlarining balduroq uni orsiga qaytib kelishi uchun yozilgan tilaklarmiki deb o'ylab qoladi. So'ygunning kiyim shkafidan u bir muncha xatchaklarni bayqaydi. Xatda mundaq yozilgan edi: Chilla jonim qiqiqi xo'shnam uyg'onsun, lavlaridin tishlavalay cho'chib uyg'onsun. Har kunlari harroq ichibmas bo'lag'im boyay vi deb yozilgan edi. Bu xatni ko'rgan Rustam qattiq g'azablanadi. U nemish bo'lib ketdi? Xalq naqsining tekstini mushtaqmi xato yozgan bormi? Ina xato'g'u bu tekis. Men bilaman bu naqshini. To'satdim bu xatni yozgan odam bilan gul so'q qilgan odamning o'xshashla besh ekanligini his qilib qoladi. Asli jiq o'qimagan bir bola ekan-da, ismini to'liq yozolmaydi ekan bu. Bu ishoratlarni Rustamning faqat tushunmayotganligini ko'rgan taqdir ochchig'ida bir parcha rasmni jaloqini qilib yerga tashlaydi. Rasmdagi bu odam boshqa odam emas, dal buning uzun yillik og'inisi hamda qo'shnisi Vikram edi. Buni ko'rib, Rustamning kallasi to'satdan villini qilib yo'rib ketdi. Voy, bu rasmda nima tushgan bo'qiti? Ajab chiroyli tortibda. Voy, yo'q. Men nimalarni o'ylab ketdim? Rustam mashinasini haydab Vikramning uyiga ushqandek yetib keladi. Hamda Vikramning balkon ustida bir qizvolni quchoqlab turganini ko'rib qoladi. Voy, bu og'ina muhabbatlashyapti-da. Og'ina degan og'inajimi? Topqin muhabbatimi menikiga o'xshaydi-ku. Qara, kiygan kiyimlarining o'xshashligi. Qara, chochlarining o'xshashligi. Qara, o'xshashgan. Nimani qaraydi? Nimani? O'zini papalab unimga erisholmagan Rustam oxiri portlab ketadi. Atsi uning so'ygini badallari uyar-buyarlari qizirib qolgan holda qaytib keladi. Rustam bo'lsa uyda naqsh etib o'ltiratdi. Balkim tashlar bir kuni sen yoqtirgan kishilar seni. Lekin ko'nglim sen buni zinhar ig'ir almag'in. To'g'ri deysiz. Men sizga tushundiray, lekin siz buni qat'iy ig'ir olmang. Tushundirishni ochon gapirpa. G'azabini bosolmagan Rustam Vikramni izlab berib, uning maydisiga 3 poy etib etdi. Hamda darhol berib o'zini ma'lum qiladi. Shamsiyaning go'yimisi Piti Vikramning singlisi bo'lib, oksining qasqa uchirganligini anglab, naq maydonga yetib keladi. Hamda qattiq vatildab ketadi. Nima ish qilyapsan, qasang? Kimsan haqni oyoq bilan gilamga chiqdi deya? Bu yerda yalang'och akishiga qarab o'ltog'icha
tutsang olmamdı akamni o'tlagan qotilni. Yaxshimisiz kunim? Men razvedchik Lobo. Bekat turmay tez berib tutmamsiz razvedchik Mogo. Yana bir qitim deb qo'yay. Mening ismim razvedchik Lobo. Sizga shuni deb qo'yay razvedchik Xogo. Mencho dahshat bir banxon. Ma ishni hal qilib bermaydigan bo'lsangiz, nomingizni sesitib hamma yerga purtib yitaman. Xinim, banxon bo'lsangiz o'zingizga qarang. Bular ichimni siqmay, ko'zimdan ufchanga. Rustamning so'ygini, Rustamni ko'rgili borgan bo'lsa-mu, Rustam ko'rishni rad qiladi. Bu chaqda bu xabar gazitlarga besilib, butun shaharlarga tarab ketadi. Yin xabar. Kapitan Rustamning kayni puti uydan chiqib bo'lguncha, og'iysining oldi puti uyga kirib bo'pti. Kapitan og'iysiga bir payning o'rniga 3 payni qaytirib beribdi. Ya menga aka, tez uying qayta, xotining uyda yolg'iz qoldi aka bular. Peti bo'lsa, dangliq advokatdan birini chaqirib, Rustamni potirib etmoqchi bo'ladi. Rustamning so'g'usi og'insi Alichi bosh ministr Jiji apandimni izlab kelib, Rustamga yordam qilishni o'tindi. Hamda Rustamning pot yaqinda sotga chiqadiganligini, shunga turli vositalardan foydalanib, Bekramning asli qiyofatini oshkorlashining zarur ekanligini o'tindi. Yin xabar. Zamonimizdagi Shiminchi hujam deb nom olgan Bekram asli bir jonanka. Lojir shangma qo'liga suv quyib bermaydi ekan uni. Shuning bilan sot ichildigan kuni yetib keldi. Bu chaqda Rustamning boshlig'i o'zining huquqidan foydalanib, Rustamni qutqizib olmoqchi bo'ladi. Ammo Rustam buni chiroyliqcha rad qiladi. Shuning bilan bu ish uzrab ketadi. Lobo bo'lsa, bu ishga munosabatli odamlarni bir-birlab chaqirib so'raydi. Ammo hech qanday qoyil qilarlik bir natijaga erisha olmaydi. Hamda bevosita Rustam bilan paranglashmoqchi bo'ladi. Menga danga, bu ishlar zodi qanday boshlangan? Og'ina. Hamma ishlar bir so'rinda so'ygunimni haq bilan tansi o'ynag'izganlikdan boshlangan. O kuni men Zoh bilan so'ygunimning boshqalar bilan tansi o'ynayotganligidan o'ziraylik o'ltirib o'tdim. Tuyuqsiz mahallamizdagi eng cho'ng boyning o'g'li tug'ilganda tug'ut onasiga chacharab cho'ng bo'lgan saposi yo'q jili quruq so'ylab Begzodi Bekram yenimga kelib tunishlik berdi. Oy, ma'btini ijariq beryaptimsa? Yo'qay, u tunishak emas. Tansini menda yaxshi o'ynaydi. Men mobda o'ynaydim. Fursat olsa men bir qo'l o'ynay-a. Meni